Birleşken Devletler Teşkilatı Umumiy Meclis Haftasi başlandı. Bu yıl 76. növbetlik umumiy yığınның temisi Xitay virusi yuqumini yengish ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nı canlandırış deb belgilendi. Bu yıl 9. ayının 21. günüden 27. günügacha New York'ta o'tkazilgan umumiy yig'inga 100 atrofida davlat rahbarlarining qatnashadiganligi mo'ljallanmoqda. Angliya Tashqi ishlar ministri Liz Truss Amerika ve Avstraliya bilan imzolangan AUKUS shartnomasi deb atalgan bexatarlik kelishimining yuzlagan yangi xizmat fursati yarata oladiganligini aytdi. Bu hafta Tashqi ishlar ministri vazifasini ustiga olgan Truss Angliyaning manfaatini qo'g'dashda davomli chang turadiganligini aytdi. Yana bir tarafdan Xitoy bilan Fransiya bu kelishimni tanqid qilishni davomlashtirmoqda. İspaniyanın g'arbiy janubidagi Kanari oroli guruhisining biri bo'lgan La Palmadagi yanardog' aktiv faoliyatga o'tdi. Tönögün La Palmada 327 qatim yer tavriganligi, yanardog'ning 5 eg'izidan o't chiqishga boshlaganligi xabar qilindi. Yanardog'ning jonlanishiga ergishib, rayondagi El Paso o'ltiroq rayonidagi 350 kishi ehtiyot yuzasidan boshqa joylarga yo'tkaldi. Xitoyda Wuhan virusi bilan yuqumlangan 4 yoshlik bir bolaning yolg'iz karantin qilinishi inkas qo'zg'adi. Shuning bilan birga Xitoyda yasli yeshidagi nurg'un yuqumlangan bolalarning bu xil usulda oilasidan ayirib etilganligi o'tirg'a chiqdi. Qozog'istonda chet el filmlarining qozoq tiliga tarjima qilinishi va qozoqcha ovoz berilishi talab qilinadi. Egilanishicha, navbatda ilib berilayotgan kinochilik qonuniga tuzatish kirgizish, qozoq tilini ishlatishni umumlashtirishni maqsad qilgan. Yevropa parlamenti 15 sentabr Xitoyga qarshi yangi strategiya tuzish plan loyihasiga ovoz tashlagan bo'lib, 16 sentabr natijasi rasmiy e'lon qilgan. Natijada mazkur loyiha 570 ovozning qo'llashi, 61 ovozning qarshi turishi, 40 ovozning voz kechishi bilan tasdiqlangan. Germaniya ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Yevropa parlamentining dokladida Xitoyning sistemalik inson haqlari dafsandichiligi ayblangan hamda Yevropa ittifoqini Xitoy bilan Sharqi Turkiston, Ichki Mongoliya, Tibet va Hong Kongdagi inson haqlari dafsandichiligini hal qilish uchun qarorlik dialog qurish, Yevropa ittifoqining inson haqlari dafsandichiligiga chetishli Xitoy shirkatlarini unumli cheklashga kafolatlik qilishga chaqirgan. Xitoyning Guizhou o'lkasida paraxod o'rilib ketish natijasida 9 kishining hayotidan ayrilganligi, 6 kishining yo'qolib ketganligi e'lon qilindi. Yo'lovchilarning ko'pinchisining o'quvchilar ekanligi xabar qilingan bo'lib, yo'qolib ketgan 6 odamni izlash xizmatining davom qilayotganligi uqtirilgan.